Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizlarni kuzatib boradigan podpischilar. Bugun bizlarda mana sizlar uchun bir dona g'unojinimiz sotuvda. Joylashgan adresi Jaburasut nohiyasi, G'ulakandos qishlog'ida, Navoiyda akalar bir dona mana shu boqaydigan g'unojinimiz sotuvda. Egasi boqib kelgan, kim olaman desa, sigir qilsa ham bo'laveradi, dalshi boqsa ham bo'laveradi. Zo'r ayoqlari uzun kelishgan g'unojin sotiladi. Aytilish narxini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, arqalarini ko'ringlar, arqalari ham vobshe shu kelishgan g'unojin 17 ming so'm yana savdo bo'ladi. Xaridorlar egasining nomerini yozib qo'yamiz, telefon qilib kelib ko'rib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Arqalarini ko'ringlar, sigir qilaman deganlar ham bemalol kelib olsalaring bo'laveradi. Dalshi biz yemlaymiz deganlar ham kelib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. 17 ming so'mni yana savdo bo'ladi. 400 kilo, 400 kilodan oshiq ahndo arasida chiqib qoladi akalar jivoyisi. Endi bu tashqariga chiqmagan, uyda turgan bo'lish o'stobdan sal sho'xlik qilyapti. Zo'r itlari yaxshi kelishgan g'unojin. Barodaroniki Tojikiston tomoshabinlarimiz mana yak dona g'unojin برای شما فروش برآوردیم. آدرس در نوحه جابرسلوب دیه غولکاندوز قرار دارد. 400 کیلو پلوس مینوس میبرد جوی ویسش پرمیرنه. نرخ نواش باشد 17000 سومانی با سودا می شود. آینده برای مال کردن هم گوی بهترین زور منه. آینده دور قفاهاش شما ما نشان دادیم. سالی g'unojinish hay buni. Sali shu. بینتون معقول باشد نمرشون رو نوشته میمونه. همین آورا با زنگ زده خونشان با آمده خریدارای انیق به ملال سودا کرده گرفتن تو میکنه که کوریله g'unojin yaxshi zo'r bitta tishini ochdim bu tishi buzoq moli hali tishi buzoq qandoqchi ana tishi hali buzoq endi bir yoshdan o'tib qolgan g'unojin ekanda. Kelinglar, ko'ringlar. Xaridorlar ham bemalol savdo qilib sotib olinglar. 17 ming so'm yana savdo bo'ladi. Egasining nomerini yozib qo'yamiz.